Pulingiz bo'lsa, shu haftaning ichida mana shu xonadonni sotib olmasangiz, ishoning, afsus qilib qolasiz. Bu xonadonimiz srochni sotib olyapsizlar. To'g'ri 3 sotuvdan iborat. Ko'rasizlarmi? Travitel toshdan qilingan srochni garit sotyapti. Uyimiz narxi o'zi 650 minglik xonadon, bugungi narxi esa 469 mingga berib yuboramiz. Faqat bir haftani ichida kim olib qolsa, dokument hujjat joy-joyida sraz notaris qilib yuboramiz. Polniy fasadimiz travitel toshdan qilingan, pastlari granit toshdan qilingan. Bu yoqda letniy oshxonalari bor. Mirzo Ulug'bek rayonida joylashgan. Bu yog'imiz bir qadam Yangi O'zbekiston, bu yog'imiz bir qadam Amir Temur, bu yog'imiz bir qadam sentrga qarab chiqib ketish. Lokatsiyasi zo'r, havosi, kislorod juda zo'r xonadonimiz. Uyimiz 90% remont tayyor bitgan. İçlaridan bitta ko'rsatib beraman. Pol oynalarimizdan eshigigacha tortib hammasi imzodan qilingan do'stlar. Uyimizdagi eshiklargacha olib kelib qo'yganmiz, ustalarni gaplashib ham qo'yilgan, faqat ularni o'rnatishga qolgan xolos. Uyni ham pulini to'lab qo'yilgan. Cho'pli pol 4 ta urvendan iborat uyimiz polniy hamma yo'q cho'pli pollar qilingan va uyimizni ichki holatlari ham почти tayyor holatda. Faqat galagen lustralari, mebellari qo'yasiz bo'ldi. Eshik tayyor. Hamma sanuzullar bor, 7 ta sanuzul bor, 7 ta xonamiz bor. Plus zal, hol, koridorlardan tashqariyizlar. Noloviy etajimizda, podval qismimizda polniy fan nima qilingan, basseyn qilingan, turistik hammom qilingan, elektrik energiyasi, hamma balobatlarlari bor, kachollargacha eng zo'ridan qo'yilgan. Faqat srochni bittanasiga pul kerak bo'lyapti, shuning uchun sotilyapti. Olgan odam foyda qilib qoladi do'stlar. Bu joyda olsangiz, srazi u yoq-bu-yoqga qarab sotsangiz, kamida 200-300 foyda qilib olsangiz bo'ladi. Chunki bu joylarda yerlari o'zi 60-70 bo'lyapti-da do'stlar. Ko'rsatib beraman, kelinglar yana bitta-bitta. Birinchi etajda bu spalnimiz bo'ladi. Katta spalni o'zini sanuzuliga ega. Bu yerda ham hamma narsa remont qilingan, tayyor holatida. Faqat bir ikkita narsalarni bitirib olsangiz bo'ldi. Eng ko'zga ko'rinadigan joylari qolgan xolos. Qolgan eng og'ir ishlari hamma tomonlari bo'lgan. Bu yerda ham sanuzulimiz bor va o'zini bu yerda dushov kabinka qilingan, lekin bu yerda hozir agar ko'rinsa, hozir svetimiz o'chiq, ko'rinsa kafillarda ham ispanskiy qimmat kafillar qilib qo'yishgan, smitslar внутренний qilingan. Juda ham zo'r. Birinchi etajda katta zal, ikkita spalni, ikkita sanuzuldan iborat. Endi mana bu joyimizni ko'ringlar. Bu midvodda katta bu oshxona qismimiz bo'ladi. Polniy qilib mana eshiklari olib kelib qo'yganmiz. Hammasi bular Rasulov eshiklari, yog'och eshiklaringizlar. Bu yerda ikkita panorama oyna, bu ham imzo qilingan, hovlimiz bor. Ishoninglar, olmasalar bo'lmaydi, shoshilinglar. Shu uchastka qarayotgan, menga uchastka kerak, budjet narxda o'z uchun qurgan uchastka kerak bo'lsa, olaman degan do'stlaring bo'lsa, maksimal tarqatib qo'yinglar. Kelinglar. Bismillahirrohmanirrohim. Endi mana bular qarang, bu remontga juda ham ko'p pul ketgan. Tashqi fasadimizni o'ziga, granit toshlariga, travitel toshlarining o'ziga 150 mingdan ko'p pul ketganingizlar. Endi hisoblab ko'radigan bo'lsak, 4 ta urvenda qurish vaqti ketadi. Yer hisobi, hammasini hisoblab ko'rsangiz, uyimizning narxi juda ham arzon narxda sotilyapti. Bu yana bitta katta master spalnimiz. Ko'rasizlarmi? Neoklassik qilingan. Klassik bu juda ham zo'r. O'zining sanuzuliga ega, har bitta xonaning o'zining sanuzuli bor. Ikkinchi etajda 4 ta spalni, 4 ta sanuzul bor do'stlar. Va 3-etajda mansarda qismimiz ham bor. Azizlar, videomizni men to'liq ko'rsatmayman-da, yanada to'liq ma'lumotlar telefon qilsangiz yanada to'liq tushuntirib berib boraman. Uyimizning narxi keladigan bo'lsa 469 ming so'raymiz. Sunnatiga juda kam o'tib beramiz. Shoshilinch sotilyapti, faqat bu narx bir hafta amal qiladi. Bir haftadan agar o'tib ketsa, bunaqa narxga sotmaymiz do'stlar. Shoshilamiz, shunaqa kvartira uchastkani yaxshi zo'ridan qarayotgan bo'lsa, maksimal tarqatib like bosib qo'yinglar. Xo'p, kelishdik. Yordam bo'ladi sizlarga. Pul zarur. Bularga pul kerak, sizga uy kerak bo'lsa, bu joyda olib qolsangiz foyda qilasiz, ishoningizni yon qilmaysiz. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr.